Qirg'izistonda Xitoylar ochgan oltin konlarga norozi bo'lgan xalq qoniga hujum qildi. Vaqada nurg'un kishi yaralandi. Qirg'izistonning Narin shahri Sultan Sari kon rayonida 500 dan ortiq kishining yig'ilib qoniga qarshi namoyish o'tkazganligi, keyin bu namoyishning kontrollikdan chiqib to'qinishga aylanganligi bildirildi. Qirg'izlar shirkatga hujum qilib kirib, nurg'un Xitoy ishchilarini yaralandirgan va bir qism avtomobillarni qo'lga tushirgan. Qirg'iziston bosh ministri Abdulaziz Gaziyevning bu haqda tekshirish elib berishini boshlaganligi ilgari surildi. U bu voqeaning bir siyosiy masalaga aylanib ketishidan saqlanish haqida ogohlantirdi. Amerika va Xitoy orasida 1 yildan ortiq davomlashgan savdo urushining 12-chi qitimliq muzokarasi oxirlashdi. Lekin konkret bir kelishim hosil qilinmagan ikki davlatning eng muhim kun tartiblaridan biri Xitoyning Xitoyda yasalgan 2025 plani va oz uchraydigan metallar masalasi bo'lmoqda. O'tgan yili 3-oyda Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdodagi qizil raqamini sabab qilib turib, bu urushning pilchisiga o't yoqdi. Tunji qadamda 250 milliard dollar qimmatidagi Xitoy mahsulotlariga tambojni beji qo'shildi. Trump o'tgan hafta yana 300 milliard dollar qimmatidagi Xitoy mahsulotlariga 1-sentyabrdan boshlab 10% lik tambojni beji qo'shadiganligini bildirdi. Xitoy buningga qarta Amerikaning yezi egilik mahsulotlarini sotib olishni to'xtatdi. Buning bilan Amerika pay cheklari 3% ga yaqin tushdi. Amerika doiralari Turkiyaning F-35 turidagi shirkatlarining vaqtli to'xtatganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin rasmiy yeziqcha bir uqtirish e'lon qilib boqmadi. Turkiya doiralari Amerikaning barliq bayonotlarining axborot yo'li orqali berilganligi ta'kidlandi va Turkiya qarshi tarafdan davlat ahvoliga mos keladigan yeziqcha uchur almashtirish asosida bir pozitsiya tutishni umid qiladi dedi. Amerika va Angliya bilan jiddiy kriz ichida turayotgan Eron yana diqqatni tortadigan bir bayonot e'lon qildi. Eron prezidenti Hasan Rouhani Eron bilan tinch o'tish barliq tinchlikning asosi, Eron bilan urush qilishmi barliq urushlarning asosi dedi. Eron prezidenti Hasan Rouhani Amerika embargo tizimiga kirgizgan Eron tashqi ishlar ministri Muhammad Javdat Zarif va ministerlik xodimlari bilan tashqi ishlar ministrligi binosida bir yerga keldi. U bu yerda qilgan so'zida Amerikaning Eronning diniy rahbari Ali Hamini va tashqi ishlar ministri Javdat Zarifga qarshi embargolar orqali muzokara masalasida samimiy emasligini o'tirg'i qo'yganligini bildirdi. Shimoliy Koreya yaqinqi 13 kun ichida 4 dona boshqarilgan bomba sinab qilgandan keyin Oqsaroy bu haqda bir bayonot e'lon qildi. Trumpning bexatarlik maslahatchisi Bolton Fox kanalida bu haqda to'xtaldi. Bolton Trump va Kim Jong-un Shimoliy Koreyaning uzun musofirlik boshqarilgan bomba siniqi ib bo'lmaydiganligi haqida kelishdi dedi va Amerikaning vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotganligini bildirdi.